ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. Meşhur davetçi Doktor Tarık Süveydan'ın Tefekkür Cevherleri namlı programmasını huzurunuzda sunumuz. Bismillahirrahmanirrahim. Kelajakdagi to'g'ri yo'ldagi xalifelik. Sizlardan bir savol so'rag'im keldi. Xilofat quriladi. Buningda shak yo'q. Chunki bu Alloh tarafidan berilgan bir va'da. Lekin kelajakdagi xilofat o'tmishdagi xilofatning dal o'zi bo'lamdi. Albatta islom sap holda saqlanadi. Sap holda qaytadan ko'klaydi. Balki bir muddat g'arib bo'lib qoladi. Islom qandoq g'arib boshlangan bo'lsa, shundaq g'arib holda qaytib keladi. Az sonliqdek tuyulsa-mu, eng oxirida yanada g'alba qiladi. Bu Allohning va'dasi. Mening bu yerda demoqchi bo'lganim xilofat to'g'risida. İslam haqida emas. Chunki islom mengu sap holatini saqlaydi. Xilofat masalasiga kelsak, oldi bilan shuni bilishimiz kerak. Xilofat hargizmu ilahiy bo'lib, uning digini ilohning hukmi sifatida qabul qilinadigan teokratiyilik bir tuzilma emas. Xilofat demak Allohning o'rinbosari degan ma'noga kelmaydi. Yani qandaq ish qilsa qilgan ishi to'g'ri degan ma'noga kelmaydi. Shunga xalifa kuchining boricha tirishidi. Ba'zi xato, ba'zi to'g'ri qaror beradi. Bizning ustimizga tushgani Allohga itoat qilingan ishlarda bo'ysunish, Allohga osiy bo'lgan ishlarda rad qilish, uni qabul qilmaslik. Chunki Allohga osiy bo'ladigan ishda hech kimga itoat qilish yo'q. Mana bu tushunchalar to'g'ri yo'ldagi xalifalarning xalifaligida gavdalangan bo'lib, ular buni dastlabda payg'ambar alayhissalom hayotida gavdalantirgan va singdirgan tushunchalardan qabul qilib yetildirgan edi. Men yana shuni sizlarga bildirmoqchimanki, biz bugun bizni qutqizguchi palvon va qahramonlarga uningsiz ummat gullanmaydigan darajadan tashqari kishilarga muhtoj emasmiz. Ba'zi kishilar Mahdini, Salohiddin Ayyubini saqlashib, ular qachon keladi deb tipirlab ketishdi. Amaliyotda biz ahvolimizni isloh qilib, ummat bo'lib haqiqatda tura olgan vaqtimizda ichimizdan bizga rahbarlik qiladigan kishi bizning irodamiz va yordamimiz bilan yetishib chiqadi. Ve yana xalifa atalg'usi bizning ustimizga cho'qim shuni qo'llanishimiz kerak bo'lgan, uningdan boshqasini qo'llanishimiz durust bo'lmaydigan bir atalg'u emas. Masalan, Umar radhiyallohu anhu o'zini xalifa deb atamagan. Abu Bakri xalifa, Umar mu'minlarning amiri deb atalgan. Shunga bugun qaysi bir so'z muvofiq bo'lsa, uni qo'llana olamiz. Shuni ta'kidlaymanki, to'g'ri yo'ldagi xilofat deganimiz faqat siyosiy ma'nodagi xilofat emas, balki Rashid, ya'ni to'g'ri, yuksalgan madaniyat deganlik bo'ladi. Kelajakdagi Rashid, ya'ni to'g'ri yo'lda bo'lgan xilofatni yaxshi tushunishimiz va tarixdagi Rashid, ya'ni to'g'ri yo'lda bo'lgan xilofat bilan qanday farqining borligini bilishimiz uchun xilofatdagi o'zgarmas prinsiplar bilan o'zgaradigan masalalarni ayirishimiz kerak. Xilofatda o'zgarmas prinsiplar tuvandikilar. Birinchi,
aqida asoslari. Ikkinchi, dinning asosiy prinsiplari. Üçüncü, dinning sap va o'zgarmas axloqiy prinsiplari. Ya'ni marhamat, mazlumga yordam berish, adolat, barobarlik degandek. To'rtinchi, siyosiy asoslar. Masalan, hokimni tanlash, hurriyat bo'lish, maslahat olib berish degandek. Beshinchisi, olimlar tarafidan ijmoga kelingan hukmlar. Bu asoslarga mustahkam esilishimiz kerak. Agar bularga rioya qilmasak, din xunuqlashib ketadi. Atrofimizda dinni xunuqlashtirish uchun bir qism kishilar harakat qilmoqda. Shunga ularga yantayoq bo'lmasligimiz uchun bu o'zgarmas prinsiplarga chin asilishimiz kerak. Xilofat masalasida o'zgaradigan masalalarga kelsak, ular tuvandikicha. Birinchisi, hokimiyatning qurilmasi. Buningda Alloh bizga muayyan bir qurilma va muayyan bir shakl vojib qilmagan bo'lsa, boshqa qurilmalarni tanlashimizga bo'ladi. Ikkinchisi, ittifoqlik va birlik. Birlik o'tmishdagi shaklda bo'lish kerak emas. O'rtaq iqtisodiy gavda, o'rtaq askariy gavda va chegaralarni o'rtaq echivitish qatorliq shakllar bilan ittifoqlik hosil bo'lishi mumkin. Üçüncüsü, hüküm vasıtaları ve iqtisad tuzilmasi. Bugün fan texnika nurg'un narsalarni o'zgartdi. Bu sebepten o'zgarmas prinsiplarga daxli ta'ruz yetkazmagan asosda ayollar va bolalarning huquq va majburiyatlarini texmi yaxshi qo'g'daydigan ijtimoiy tuzilma barpo qilishimiz lozim. 4. Fatvolarga shariatning maqsadlari asosida qayta qarab chiqish. İslamning o'zgarmas prinsiplariga daxli ta'ruz yetkazmaslik sharti bilan fatvolarga cho'nqur cho'kib, shariatning maqsadlariga ko'ra qarab chiqishimiz lozim. 5. Boshqa madaniyatlardan foydalanish. Bu cho'qim islomning birlikka kelgan o'zgarmas ko'rsatmalari bilan zidlashib qolmasligi kerak. Demak, biz bu masalalarni oydinlashtirib, o'zgarmas qonuniyatlarni bekitib olishimiz bek zarur. Agar undaq bo'lmaydi ekan, biz e'tiqod qilgan dinning asosiy prinsiplari ta'sirga uchraydi. Shuningdek, biz qurollarni va o'zgarishchan masalalarni taraqqiy qildirishimiz, zamonimizning shartlariga asosan fatvo berishimiz kerak. Mana bu ilgirki olimlar qilgan ishlar bo'lib, bugun bizning qilishimiz bo'ynimizga yuklangan vazifadir. Bu orqali inshaalloh to'g'ri yo'ldagi xalifalikni qurib chiqa olamiz. Shuni deymanki, ey yoshlar, sizlar bu ishni vujudga chiqarg'uvchisizlar va bu yo'ldagi avangardchilar. والحمد والنعمة لك والعز لك